Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra shalg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning hamyonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib suyukli qahramoni o'lib qolsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan kulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun bolasining boshida alla aytadi? Go'dak alla eshitmasa uxlamaydimi? Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhum ularni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. O'tkir Hoshimov. Daftar hoshiyasidagi bitiklar.